Ishonch manzilati. Odamlarni ayrimlari amal qildi, mustaqim bo'ldi yoki fojir bo'ldi, amaldan uzoq bo'ldi. Yana ayrimlari taraddudga tushdi, ikkilandi, shuning uchun amal qilmadi. Nima uchun odamlarning ayrimlari shijoatli, g'ayratli bo'ladi amallarda? Nima uchun ayrimlari buni teskarisi bo'ladi? Nima uchun odamlarning ayrimlari mustaqim bo'ladi, ayrimlari esa fojir bo'ladi? Nima uchun odamlarning ayrimlari fidoi bo'ladi diniga, ayrimlari bunday emas? Bu narsalarni javobini bilmoqchi bo'lsak, birodarlar, biz yaqin nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Yaqin bu ishonch. Agar birodar o'zingga qarab ko'rsang, nimani ko'rasan? O'zing ishongan narsalarga intilayotgan bo'lasan, harakat qilayotgan bo'lasan, ishonmaydigan narsalaringga qadam bosmaysan, tiyilasan, to'xtaysan. Demak, qoida seni amalga undaydigan asosiy omil yaqin, ishonch. Ishonsang amal qilasan. Asarlarda keltiriladi: Tabarakallazi qasamal aqla bayna ibadihi ashtatan. Innar rajulayni la yastawi amaluhuma va birruhuma va sawmuhuma va salatuhuma va yaxtalifani fil aql kadharratil jambi uhud. وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين. Aqlni bandalar orasida har xil qilib taqsim qilgan Alloh subhanahu va taolo barakotli zotdir. Albatta, ikki kishining amallari va yaxshiliklari, namoz va ro'zalari bir xil bo'ladi. Aqllari esa turli bo'ladi. Amallar bir xil bo'laveradi, aql turli bo'ladi. Xuddi Uhud tog'i oldidagi bir zarra kabi. Endi diqqat. Alloh bandalariga aql va ishonchdan ko'ra kattaroq nasibani taqsimlamagan. Alloh taolo qilgan taqsimotning ichidagi eng kattasi, kengi aql va ishonch. Arab tilida yaqin deyiladi bu narsa. Ishonchi bor odamgina o'zini qiylanib topgan pulini, molini, zakotini ato qila oladi. Ishonchi bor odamgina yoshligini Alloh taoloning toatiga sarf qiladi. Ishonchi bor odamgina umrini Allohni tanishga sarf qiladi. Ishonchi yo'q bo'lsa-chi? Mana shu solih amallardan ikkilangan, taraddudga tushgan, amaldan to'xtab qolganligini ko'rasiz. Alloh bor deydi. Namoz o'qish kerak deydi. Sadaqa qilsang moling kamaymaydi deydi. Deydi-yu, qarasangiz amalda yo'q. Nimaga aytib turib shu narsalarni? Shuni o'zi amalga oshirmayapti? Demak, ishonmaydi o'zi. Ishonchingiz komil bo'lsa, ishonsangiz keyin zakot berasiz, keyin sadaqa qilasiz, keyin gunohdan o'zingizni tiyasiz. Odamlarni amallarda turli-tuman bo'lishligi bu ularning ishonchiga bog'liq ekan. Shuning uchun bunaqa ishonchi bo'lmagan odam doim hayronlikda, zoyelikda bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la taravunnal jahim. Yo'q. Agar sizlar aniq bilish bilan bilganingizda edi, agar sizlar aniq bilganinglarda, ya'ni dunyoga qul bo'lib qolishni oqibati nima ekanligini aniq bilganinglarda, aniq ishonganinglarda dunyoga qul bo'lib qolmas edinglar. La taravunnal jahim. Qasamki albatta sizlar do'zaxni aniq ko'rursizlar. Agar inson mana shu yaqin manzilatiga, ishonch martabasiga yetsa, o'zini nafsini Allohga topshirib qo'ygan, Allohga sotgan bo'lar edi. Odam bolasini iymoni va amali xususida qanaqa nuqsoni, taqsiri, kamchiligi bor bo'lsa, ikkilanishi. Bu uning ishonchini zaifligiga borib taqaladi. Qaysi ishga kirisha olmayapsiz yoki qaysi ishni tasha olmayapsiz? Bittasini foyda ekanligida ishonchingiz nuqsonlik, ikkinchisini zarar ekanligida ishonchingiz nuqsonlik. Agar mustahkam e'tiqod, mustahkam ishonch egasi bo'lganingizda, boyaga birinchi ishni qilib, ikkinchisini tashlagan bo'lardingiz.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kirsalar, Abu Umoma Bohiliy roziyallohu anhu masjidda namozdan tashqari vaqtda ko'p o'tirayotganligini ko'rib qoldilarda, "Ey Abu Umoma, nimaga bunaqa o'tiribsiz? Ya'ni bir qayg'uga tushib qolgan, boshini egib, siqilib o'tiribdi. "Ya Rasululloh, qarzlarim ko'p, uzolmayapman. G'amlarim ko'p" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Umoma, sizga shunday kalimalarni o'rgataymi? Agar ularni aytsangiz, g'amlaringiz ham ketadi, qarzlaringiz ham uziladi. O'rgating ya Rasululloh." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan" duosini aytdilar. Haligi sahoba aytadiki, ana shu duoni bir muddat o'qidim, g'amlarim ham, qarzlarim ham ketdi deydi. Payg'ambarning so'ziga ishonchi komil bo'lgan, yaqini mustahkam bo'lgan mu'min darrov haligi kalimani aytishni boshlaydi. Endi ishonchi zaif bo'lgan odamchi qanday endi? O'sha duoni aytib qo'ysamlar endi hal bo'lib qoladimi? Bu aqlga sig'maydi. Endi seniki ijobat ham bo'lmaydi duoing. Muammoing ham hal bo'lmaydi, qarzing ham uzilmaydi. Chunki nima yo'q senda? Ishonch yo'q. Tushunyapsizlarmi endi akalar, ukalar? Biz qilmoqchi bo'lib qila olmayotgan, tark qilmoqchi bo'lib tark qila olmayotgan ishlardagi muvaffaqiyatga erishmayotganligimizning sababini nima yo'q? Ishonch yo'q. Ishonch yo'q. Yo'q, ishonch bor, ishonch zaif. Ishonchimiz, yaqinimiz sust, zaif. Qaytaramiz, odam bolasini iymon, amal xususida qanaqa kamchiligi, nuqsoni, ikkilanishi bor bo'ladigan bo'lsa, bas buning sababi uning ishonchining zaifligi. Alloh taolo siz bilan bizdan birodarlar unaqa ikkilanib, taraddudga tushib iymon keltirishimizni xohlamadi. Iymon keltirishimiz mustahkam bo'lsin, ikkilanish bo'lmasin unda. Astagfirullah. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah ulaika humus sodiqun. Haqiqiy mu'minlar faqat Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, so'ngra hech qanday shak shubha qilmagan va mol va jonlari bilan Alloh yo'lida kurashgan zotlardir. Ana o'shalargina o'z iymonlarida sodiq bo'lgan zotlar. Hech qanday shak shubhasi yo'q iymonida. Alloh sen bilan mendan birodar shubhalangan holimizda iymon keltirishimizni xohlamadi. Yo'q, agar sizlar dunyoga qul bo'lib qolishning oqibati nima ekanligini aniq bilish bilan bilganingizda dunyoga qul bo'lib qolmasdinglar deyapti Alloh Takasur surasida. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rursizlar, aniq. Alloh taolo siz bilan bizga zaif dalillarni keltirib qo'yib turib, menga iymon keltir demadi. Dalilni kuchligini keltirib qo'ydi. Borligi, birligiga, qudratiga dalolat qiladigan kuchli dalillarni ko'rsatib, keyin iymon keltirdi. Chunki ikkilanib bo'lmaydi iymonda. Astagfirullah. Va fil ardi ayatun lil muqinin. Hamda yerda Allohning qudratiga dalolat qiladigan oyat alomatlar bordir. Birodarlar, ishonch mavzusi, yaqin mavzusi o'ta ham nozik mavzu. Hozir aytdik. Aniq ishonmasang bir narsaga kirishmaysan. Bir narsadan o'zingni olib qochyapsanmi? Demak, shu narsani to'g'riligida o'zingda nima bor? Shubha bor. Agar foyda topishga aqling yetsa, pulingni tikasan shu tijoratga. Demak, yaqin, ishonch harakatlantiradi ekan. Aniq ishonmas ekansan, ikkilanasan, shubhalanasan, harakatsiz bo'lasan. Birodarlar, bu dunyoda ishonch eshiklari uni qidirgan odam uchun ochiq. Ishonuvchilar uchun yer yuzida dalillar ochiq turibdi. U qat'iy dalillar. Mana haqiqiy ishonch egalarining xususiyatlari, haqiqiy ishongan odamlarning xususiyatlari, ahli yaqinlarning xususiyatlari. Hidoyat va najot.
Astagfirullah. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil akhirati hum yuqinun. Ular sizga nozil qilingan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga aniq ishonadilar. Haqiqatan kim ko'rib keldi jannatni, do'zaxni? Haqiqatan kim o'lib tirildi? O'ylab qarasangiz, haqiqatan mana men o'lib tirildim degan odam yo'q. Bunaqa ikkilangan odam, uni iymoni iymon bo'lmaydi. Endi aniq ishonadilar deyapti Alloh. Ular kimlar? Ularga nima bor? Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir. Aniq ishonganlar Parvardigor tomonidan hidoyat topganlardir. Va najot topguvchilar ham ularning o'zlaridir. Aniq ishonasiz, hidoyatda bo'lasiz, aniq ishonasiz, najotga yetasiz. Chunki ular aniq ishonishdi. Endi do'zax ahllarining xususiyati qanaqa bo'ladi? Biz hozir aniq ishonch egalarining xususiyatini aytdik. Aniq ishonadi, shuning uchun hidoyatda, shuning uchun najot topdi. Do'zax ahllarining xususiyati-chi? Astagfirullah. Va idza qila inna wa'dallohi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna va ma nahnu bimustayqinin. Qachon sizlarga dar haqiqat Allohning va'dasi rostdir, qiyomat soati shak shubhasiz kelguchidir deyilsa, sizlar biz u soat nima ekanini bilmaymiz, faqat gumon qilamiz xolos. Biz qiyomat soati kelishiga aniq ishonguvchi emasmiz dedinglar. Ana o'shuning uchun kofir bo'ldilar. Kim bilsin, hamma aytayapti-yu, qiyomat bor shekilli, ehtimol shundaydir, aniq bilmaymiz. Demak, bunaqa odamlarning holati kunday ravshan. Ikkilanish, zaiflik, nifoq, baxillik. Shuning uchun infoq qila olmaydi u. Birni bersang Alloh 10 qilib beradi qaytarib degan payg'ambarning va'dasiga ishonchi zaif, o'shuning uchun bera olmaydi. O'shuning uchun u olganin foyda deb biladi, berganin foyda deb bilmaydi. Vaholanki dinimizda nima deyapti? Berganing o'zingniki, olib qolganingga javob berasan deyapti. Ishonchi yo'q, o'shuning uchun bera olmaydi. Vaqtini Allohning yo'lida sarflashlik yo'q. Chunki savobli ishga sarflasa, tijoratiga ketadigan vaqtini ozayib qoladi-da. Undan ko'ra tijoratimga sarflaganim to'g'ri deydi. Allohni tanishga harakat yo'q, Qur'on tilovati yo'q. Bunaqa odamlarni oxiratdan ko'ra dunyo ishlari ko'proq band qiladi. Vojiblarni ado qilishlikda qosirlik, shubhalanadi bular. Bu kasalliklarning sababi bitta, bu ishonchning zaifligi. Shuning uchun bunaqa odamlar savobli amalni qilishga sukachlik qiladi. Yana qaytaramiz. Bunaqalar olganini foyda deb biladi, berganini emas. Berganini zarar deb biladi. Avvalgi darslarda aytdik-ku, ukalar, yoshlar, mana bu aqlimizni hozirdan nastroyka qilib olaylik. Bizni olganimiz boy qilmaydi. Bizni berganimiz boy qiladi. Har bittamiz la ilaha illalloh deyishimiz bilan Allohning do'stlari qatoriga kirdik, vali bo'ldik. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'linglar deyapti Alloh Qur'onda. Allohning valilari bor, do'stlari. Ularga xavf va xatar yo'q va ular mahzun bo'lmaydi. Kim ular? Allazina amanu va kanu yattaqun. Iymon keltirgan va taqvo qilgan. Demak, iymon keltirdikmi? Biz Allohning do'stlari qatoriga kirdik. Endi taqvoyimizga yarasha Allohga yaqin bo'laveramiz. Iymon keltirdik, valilar qatoriga kirdik. Bu birinchi qismi. Endi taqvoyimiz qancha yuksak bo'lsa, komil bo'lsa, Allohga shuncha yaqinlashib boramiz. Taqvoyingiz qancha baland bo'lib, Allohga qancha yaqin bo'lsangiz,
Allohga valiyligingiz qanchalar kuchli bo'lsa, yaqin bo'lsa, birni berganingizda 10 bo'lib qaytib kelish muddati qisqaradi. Mahalida biz bugun 1000 bersak, 1 yildan keyin 10 ming bo'lib kelsa ham, 1 yilda kelsa ham mahalida, lekin yillar ketyapti-da, to'g'rimi? Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu mana bilasizlar juda boy sahoba bo'lgan. Nima qilay der ekan? Nima qilay ihson qilmasdan? Ertalab birni bersam, kechki payt Alloh 10 qilib qaytarib bersa, nima qilay infoq qilmay der ekan? U kishining infog'i ertalab bersa, kech payt qaytib kelyapti. Ko'rdingizmi taqvosini? Ko'rdingizmi valiyligini? Endi Ali ibn Abi Tolibni qarang. Bir dona xurmoga yarasha ishlab, bir dona xurmoni olib Fatima Zahroning oldiga kelyapti. Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda, Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligiga ishonchi komil. Biz ham iymonimiz komil, lekin bitta onor bo'lsa bermaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini berib, bittasini olib qolardik. Bir dona ya. Yana qaytarib o'taman, yarim kilo bo'lganda mayli ikkitasini berish oson. Bir dona onorni berdi. Uyga qaytib keldi, onorsiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani onor Fatimani? Onor yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshik taqilyapti. Ali ibn Abi Tolib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Qancha vaqt o'tdi deysizlar? Abdurahmon ibn Avf bersa ertalab, kech payt berar ekan Alloh. Ali ibn Abi Tolibni bitta onori qancha muddatda qaytib keldi deysizlar? Haligi eshik tagida turgan odam bu dedi, xoltani ko'rsatib. Allohdan payg'ambarga keldi, payg'ambardan sizga keldi dedi. Shunday ochib qarasa, onor, bir xolta. To'xtab turib, ochib sanadi. 9 ta. Qancha deyilgan? 10 ta deyilgan. Robbisini Robbisini va'dasiga ishonchi shu darajada komilki, 10 ta bo'lish kerak dedi. Sanadi. So'rayapti. Allohdan bu rostdan Allohdan payg'ambarga keldimi? Ha. Payg'ambardan menga keldimi? Ha. Unda 10 ta bo'lish kerak. Yonboshdan chiqarib berdi, sizni sinamoqchi edim deb. Ko'rdingizmi ishonchning martabasini? Yana qaytarib aytamiz, Alloh taoloni do'stlari bor. Bularga xavf va xatar yo'q va ular mahzun bo'lmaydi. Ular iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlar. Sizni Allohga bo'lgan varoyatingiz, do'stligingiz qanchalar yuksak bo'lsa, taqvoingiz qanchalar baland bo'lsa, axloqingiz qancha go'zal bo'lsa, qarg'ishmas, duo olayotgan bo'lsangiz, nazardan qolmasdan odam el yurtni xizmatini qilib, xulqingizni go'zal qilayotgan bo'lsangiz, g'iybat qilmayotgan bo'lsangiz, qalbingiz kibrga to'lmagan bo'lsa, miyangiz aynib, taqvoingiz shunchalar yuksak bo'ladi, Alloh taoloning sizga beradigan mukofotini kelishi shuncha tezlaydi. Ishonch. Siz bilan bizni amallarimizdagi nuqson, kamchilikni asosiy sababi bu ishonchimizning zaifligi. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslaridan birodarlar, ishonch manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Oxir zamonning alomatlaridan. Odamlarning orasida ishonchi zaiflar ko'payib ketadi. Masjidlar ko'p, namozxonlar ko'p. Ana shu masjidga kelib namoz o'qiyotgan odamlarning uyiga kirsangiz, nimalarga guvoh bo'lasiz? Seriallar, tomoshalar, masxaravozlari, konsertlari, millionlagan prosmotrlar, maza bemaza narsalar YouTube'da. Do'konlarga qarasangiz, muomalalarda odamlarni
riboga yoki shunga o'xshagan ishlarga beparvoligini ko'rasiz. Yig'inlarga kiradigan bo'lsangiz, ma'siyatlar, erkak xotinda aralashishi, odamlar o'zlarini xohish isteklarini diniy vojiblardan ustun qo'yayotganligini ko'rasiz. Bularning barini sababi ishonchning, yaqinning zaifligi. Dinimiz bizga birodarlar aytayapti. Hayotingda qanaqa muammo bo'lsa, bu o'zingni qilgan gunoh, ma'siyatlaring sababli. Agar shunga ishonchingiz aniq bo'lsa, aniq ishonadigan bo'lsangiz, gunoh, ma'siyatga kirmaysiz. Endi kim shu gunoh, ma'siyatdan chiqa olmayapti? Eshityapti. Hamma muammoni sababi gunoh deyapti. Desa ham shu gunohdan chiqmayaptimi? Bilib turib chiqmayaptimi? Demak, ishonchi zaif. Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa bo'larmikin? Yo'q. Bu bilan ish bitmaydi, birodarlar. Aniq, shunaqa bo'lishi aniq desang, keyin nima qilasan? Gunohdan tiyilasan. Endi gunohlardan tiyilmayapsanmi? Ishonching zaifmi? Ustingga keladigan qator musibatlarni kutaver, muammo, mushkulalarni sanaver. Chunki dinimizda aniq, ravshan, ochiq aytib qo'yibdi. Ma asobakum min musiba oyati. Nima musibat kelsa, o'zingni qilgan gunohing sabab. Dinimiz yana aytib qo'yilibdiki, iymon, solih amal, taqvo hamma yaxshiliklarning asosi. Agar ishonching komil bo'lsa, mana shu narsalarga mahkam yopishasan. Endi kimnidir bunga ishonchi mustahkam, kimnikidir zaif. Biz birodarlar bu hayotda ustimizga kelishi mumkin bo'lgan muammo, musibatlardan omon bo'lishimiz yagona yo'li taqvo, iymon. Agar e'tiqoding zaifmi, susmi, muammoni kutaver. Shuning uchun ulamolar aytishadi, yaqin, ishonch a'zolar amalining ruhi bo'lgan qalb amalining ruhi. Ixlos bo'lish kerak. Ixlos bilan qilinsa, qalbda ixlos bilan qilinsa, qilingan amal qabul bo'ladi. Endi qalbdagi ixlosni ruhi bu ishonch bo'lyapti. Qaytaraman, ishonch, yaqin a'zolar amalining ruhi bo'lgan qalb amalining ruhi. Mana shu narsa siddiqiyya deyiladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu nimaga Siddiq deb laqablandi? Rasululloh nima desalar hech qachon ikkilanmagan. To'g'ri aytdingiz yo Rasululloh deb turgan. Biron lahza nima qilmagan, shubha qilmagan. Shunaqamikin? Shuna bo'larmikin demagan. Buni biz bir misol bilan tushuntiramiz, ishonchda nimaligini. Ko'chadan meva-cheva, sabzavot olib kelamiz uyga. Oddiy bir odam ko'p ham uni bir yuvishlikka, tozalashlikka e'tibor qilmaydi. Olmani olib kelsa, shunday paketdan oladi-da, bunday artib-artib, g'achir-g'uchir qilib yeb qo'yaveradi. To'g'rimi? Olma bo'lsin, nok bo'lsin, shoftol bo'lsin, shunday oladi, shap-shap yeydi. Endi xuddi shunaqa meva-chevani bir vrach uyga olib kirsin. Oshqozon ichi kasalliklar bo'yicha mutaxassis. Mana shunaqa bir yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis. U uyga olib kiradida, bolalarni birontasini qo'liga olmani ushatmaydi. Yuv deydi. Yaxshilab yuv deydi. Nimaga birinchi odam shart olib yeyaveryapti? Ikkinchi odam yuvishlikka qattiq e'tibor beryapti. Chunki biz aytayotgan tabib mana shu mevani yuvmasdan yeb kasal bo'lganlarni kunda ko'ryapti-da, banisasida 5 ta 10 ta kelganini. Atravleniya bo'lib qoldi, yana bir narsa bo'lib qoldi. Uni ko'rgandan keyin yuvib yeyishlik zarur ekanligiga ishonchi qat'iy bo'ldi. Demak, tabibni shu mevani yuvmasdan yeyishlik xatarga, kasalga sabab bo'lishiga ishonchi komil bo'lgani uchun yuvdiryapti qat'iy qilib, mahkam turib. Ammo siz bilan bizga o'xshagan oddiy tabib bo'lmagan odamlar e'tibor bermay nima qilyapmiz? Yeyapmiz. Agar birodar ishonching quvvatli bo'lsa, agar haqiqatan ishonching quvvatli bo'ladigan bo'lsa, Allohni g'azablantiradigan ishlar bilan odamlarni rozi qilaman dema. Allohni senga bergan fazli uchun boshqalarni maqtama.
senga bermagan narsa uchun odamlarni hasad qilma. Chunki birodar, hasad Allohning rizqini senga haydab kelmaydi. Seni birov yomon ko'rishi sendan Allohning rizqini nima qilmaydi? Nari qilmaydi. Qoida. Alloh azza va jalla o'zining adolati bilan, adli bilan xotirjamlikni va rohatni ishonch va rozilikka bog'lab qo'ydi. Inson ishonsa qat'iy va kunidan rozi bo'lsa, xotirjam bo'ladi, rohatda yashaydi hayotini. Puli qancha bo'lishidan qat'iy nazar. G'am va qayg'uni esa norozilik va shubhaga joylab qo'ydi. Hayotingdan norozimisan? Ishonching yo'q, shubhadamisan? Doim qayg'uda, doim g'amda yashaysan. Diqqat qilinglar, o'zini o'qib beraman qoidani. Alloh taolo o'zining adolati bilan xotirjamlikni va rohatni ishonch va rozilikka bog'lab qo'ydi. G'am va qayg'uni esa norozilik va shubhaga joylab qo'ydi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina odamlarni rozi qilaman deb Allohni g'azablantiradigan ishni qiladi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina Alloh bergan fazilni Allohga qaytarish o'rniga odamlarni maqtaydi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina unga bir narsani Alloh bermagan bo'lsa, nima qiladi? Hasad qiladi. Senga biror yaxshilik qildi. Agar sen shu yaxshilik Alloh tomonidan kelganligiga aniq ishonsang, alhamdulillahi robbil alamin deb Allohni maqtaysan. Agar bu yaxshilikni Allohdan degan ishonching zaif bo'lsa, haligi yaxshilik qilgan odamni maqtaverasan-da. Ha, unga rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz, lekin yaxshilik kimdan keldi? Allohdan. Endi ishonching zaif bo'lsa, bu odamni maqtaysan-da, o'zing bilmagan holda shirkka yaqinlashib qolasan. Shuning uchun agar ishonching quvvatli bo'lsa, odamlarni rozi qilaman deb Allohni g'azablantirma. Allohning fazlini uchun bandani maqtama. Senga bermagan narsasi uchun Alloh taoloni bir narsani bandalarga hasad qilma. Ishonch qat'iy bo'lsa, ishonch kuchli bo'lsa, inson saodatli bo'ladi. Nimaga ishonchi kuchli bo'lsa? Allohga bo'lgan ishonch kuchli bo'lsa. Bir kambag'al odamni tasavvur qiling. 8 ta 10 ta bolasi bor. Boshiga tortsa oyog'i yetmaydi. Daromadi kam. Sarfarajatini qoplamaydi. Doim qiyinchilikda, doim yetishmovchilikda sabr qilib kuniga yashab kelyapti. Shu odamni bir amakisi bor. Befarzand, lekin juda katta boy odam. Ana shu 50 million dollarga yaqin kapitali bor. Birdan xabar keldi, shu amakisi vafot etibdi. 50 millionlik mana shu sostoyaniyasini shu kishiga vasiyat qilib ketibdi. O'sha vafot etgan boyning advokati kelib shu xabarni berdi. Dafn marosimlar tugagandan keyin shu pul sizni hisobingizga o'tadi deb ketdi. Hali kelgani yo'q pul qo'liga. Hali pul kelgani yo'q qo'liga. Baxtli bo'ldi bu. Nima baxtli qildi uni? Hali pul kelmadi-yu, nima baxtli qildi uni? Ishonchi. Qarang, ehtimol xato bo'lib qolishi mumkin. Unaqa vasiyatdan ikkita yozilgan bo'lishi mumkin. Ehtimol qo'liga kelmay qolishi mumkin. Ehtimol odamni qandaydir qarzlari bo'lishi mumkin. Lekin shu 50 million senga keladi degan xabar keldi, ishondi, nima bo'ldi? Baxtli bo'ldi. Allohning va'dasiga ishonsa baxtli bo'ladi. Ishonchi qancha kuchli bo'lsa, shuncha saodatli bo'ladi. Ya'ni sen Alloh seni yaxshi ko'rishiga aniq ishonsang, oxiratga borganingda inshaalloh seni rahmatiga olishiga ishonsang, jannatga kirishingga ishonsang, albatta shu dunyoda o'zida saodat topasan. To'g'rimi? Ozgina sabr qilib tur, inshaalloh jannatga kiraman. Ha, bir hadis bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: bir bandani iymoni bor banda, gunohlari ko'p, tavba qilib ulamagan,
jahannamga hukm qildi. Hadisning mazmuni. Maloikalar jahannamga so'dirib olib kirib ketayotsa, haligi banda jahannamda eshigiga yetganda to'xtab orqaga bir qarab qo'yar ekan. Xuddi birovni kutgandek, birovni to'xtatib qoladi degandek. Alloh taolo to'xtatinglar. Nima uchun orqaga qarading ey banda deydi. Desa, Parvardigor, men seni bunaqa muomala qiladi deb gumon qilmaganman. Menga bunaqa muomala qiladi deb o'ylagan emasman. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Meni gunohimni kechiradi, hammasini jannatga kirgizib yuboradi deb ishonganman. To'xtatinglar, kiringizlar buni jannatimga deydi. Buni eshitganingizdan keyin, Robbim meni ham kechiradi deb ishonasizmi? Ishonganingizdan keyin saodat topasizmi? Demak, birodarlar, siz bilan bizni bu dunyodagi saodat topolmayotganligimizning asosiy sababi ishonchimizning zaifligi ekan. Robbimga duo qildim, ijobat qilmadi. Banda Allohga ishonib duo qilar ekan, 4 ta narsadan bittasi albatta bo'ladi. Alloh uni birinchisi, Alloh u so'ragan narsani beradi. Ikkinchisi, u so'raganidan ko'ra ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'ragan narsasichalik balodan, musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, so'raganichasini ko'paytirib, bundan bir necha baland ko'proq qilib oxiratga olib qo'yadi. Siz duo qilganda yutkazyapsizmi birontasida? Mana shu ishonch har qanaqa mashaqqatni yengishingga senga quvvat beradi, yordam beradi. Har qanaqa muammo, qayg'uni osonlik bilan ko'tarishingga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Bunisi ham o'tib ketadi deysan. Ana shu ishonch seni bu dunyoda Rabboniy va'daga ishongan holingda baxtli hayot kechirishingga sabab bo'ladi. Astagfirullah. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqih kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Sizlarga berilgan narsalar faqat hayotda dunyoning mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi ajr va mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Aql yurgizmaysizlarmi? Boshqa oyatda aytadi Alloh taolo, astagfirullah, "Va ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya va zinatuha va ma 'indallohi khayrun va abqa afala taqilun." Axir biz go'zal va'da, jannat va'da qilgan, bas unga erishgan kishi biz hayotda dunyo matosidan ozgina foydalantirib, so'ngra qiyomat kunida mangu azobga duchor qilinguvchilardan bo'lgan kimsa kabi bo'lurmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baqiy qabristoni ziyoratiga chiqdilar umrining oxirlarida. Va mana shu joyda yonidagi xizmatchi yigiti Abul Muayhiba bilan turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joydan o'lim kasaliga chalinib qaytib kirdilar uyiga. Aytdiki, ey Abu Muayhiba, menga ixtiyor berildi. Qiyomatgacha yashash, keyin jannatga kirasiz. Yoki Robbingizni huzurini tanlaysiz, oxiratni dedi, o'limni. Abu Muayhiba, ya Rasululloh, bizni tanladingizmi deydi. Agar Rasululloh tirik bo'lsalar, bilasizlarmi qanaqa hayot bo'lar edi? Endi bu Abu Muayhiba biz bilan qolasizmi ya Rasululloh, bizni tanladingizmi deganida, payg'ambarlarga shu taklif aytilganda birontasi dunyoni tanlamagan deganlar. Agar dunyoda tanlasa-chi, o'zi bergan ta'limotga teskari ish qilib qo'ygan bo'lmasmidi? Val axiratu xoyrun va abqa dedi Alloh. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Valal axiratu xoyrun laka minal ula. Ey Muhammad alayhisalom, sizga bu dunyodan ko'ra oxirat yaxshiroq dedi. Oxirat yaxshiroq desa, payg'ambarimiz ishonchda eng kattasi bo'lgan, egasi bo'lgan zot. Rasulullohning ishonchi eng katta ishonch. Alloh aytayapti, dunyodan senga oxirat yaxshi. Rasululloh dunyoda tanlarmidi? Shuncha aytayapti-da. Ikkita odam bir xil bo'ladimi deyapti Alloh. Bittasiga ozgina dunyo matosini berdik, keyin do'zaxga kirgizamiz. Ikkinchisi, biz unga jannat va'dasini qildik,
hayoti mo'l ko'l bo'lmasa ham iymon e'tiqod bilan yashadi, jannatga kiradi. Ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu Allohning va'dasiga bo'lgan ishonchi zaif bo'lgan inson dunyo hayoti uchun quvonadi. Agar bu dunyoni haqiqatini nimaligini tushunganida dunyo uchun quvonmagan bo'lar edi. Bu dunyo birodarlar tekislik emas, egriliklar hovlisi. Xursandchilik emas, qayg'ular hovlisi. Bu dunyoni nimaligini tushungan odam, haqiqatini bilgan odam dunyoni rohatiga quvonib, tashvishiga qayg'urmaydi. Alloh bu dunyoni imtihonlar, sinovlar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofotlar hovlisi qildi. Dunyodagi balolarni, sinovlarni oxiratdagi atolar uchun sabab qildi. Oxiratda beriladigan ne'matlarni dunyoning mashaqqatlariga evaz qildi. Shuning uchun Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Ato qilishlik uchun avval olib qo'yadi. Olib qo'yib sinaydi, shukr keltirib o'tsangiz imtihondan keyin ato qiladi. Mukofotlash uchun esa avval balolab qo'yadi. Biz mana shu dunyoni haqiqati nima ekanligini oyatdan, hadisdan, dinimizdan eshitdik. Mana shu eshitganlarimizga ishonchimiz qanchalar kuchli bo'lsa, hayotimiz shunga yarasha bo'ladi. Misol, bir baland tog' ustida qasr bor. Ana shu qasrga yetaman deb ikkita odam harakat qilib chiqib ketyapti. Bittasi piyoda ketyapti, bittasi mashinada ketyapti. Juda qimmat mashinada. Endi ana shu qasrga yetmasdan yo'lda shunaqa bir qismi borki yo'lda. Mashinada kelayotgan odam shu yerga kelsa, yo'l surilib, mashinasi bilan pastga qulab halok bo'ladi. Piyoda ketayotgan odam o'shiga yetib borsa, u og'irmas, bitta odam o'tib ketadi. Ha, balandlikka yuradi, qiylanadi, tellaydi, charchaydi, ammo yetib boradi. Endi bu ikkalasi yo'lda ketyapti. Ikkalasi bir-birini ko'rib qoldi. Bir-birini ko'rganda nima degan xayol o'tadi ikkalasining kallasidan? Haligi mashina mingan piyoda ketayotganga qarab turib, "Hap, sho'ring qurisin" deydi. Ahvolingni qara deydi. Qiynalib piyoda ketyapsan-a deydi. Piyoda ketayotgan u mashina minganni ko'rib turib nima deydi kallasida? Qaniydi menda ham shunaqa mashina bo'lsa deydi. Men ham nima qilardim? Yumshoqqina o'tirib tevaga qarab chiqib ketardim deydi. Ha, ikkalasi ham shunaqa deydi. Biri ha sho'ring qurisin deydi, ikkinchisi qarab turib qaniydi menda ham shunaqa bo'lsa deydi. Biri ikkinchisini mensimayapti, ikkinchisi birinchisini havas qilyapti. Shundaymi? Lekin ozgina yurgandan keyin nima ma'lum bo'ladi? Xulosa. Mo'min banda ma'siyat ahllarini holatini havas qilmaydi. Garchi bu gunohga botgan odamlar dunyoning eng katta huzur halovatida bo'lsa ham, maishatida turgan bo'lsa ham, iymoni bor odam ularni havas qilmaydi. Nima uchun? Chunki aniq ishonadi u. Uni ishonchi qat'iy. Nimaga aniq ishonadi u? Harom bilan inson baxtsiz bo'ladi. Bunga aniq ishonadi. Birovni haqqi albatta teshib chiqadi. Bunga ham aniq ishonadi. Alloh va payg'ambarining aytgani haq. Bunga aniq ishonadi. Iymonsiz, solih amalsiz, taqvo ibodatsiz banda albatta bu dunyoda xor bo'lishiga ishonadi. Shuning uchun ishonchi qattiq bo'lgan odam, ishonchi kuchli bo'lgan odam yerda turgan pulni olmasdan oxlab o'tib ketaveradi. Hali odamlarga hiyla-nayrang qilib, odamlarning haqlarini noharomdan olayotganlarda emas, yerga tushib qolgan birodar pulini ham olmaydi. Chunki menga halol emas deydi. Albatta nima qiladi? Teshib chiqadi deydi. Sababi ishonchi qat'iy uni. Unda payg'ambarimiz aytdilar: "Laysadak walakin istihya min Allohi haqqal haya an tahfaza ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkur al-maut wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allohi haqqal haya." Allohdan chinakamiga hayo qilinglar deyaptilar Rasululloh.
Sahobalar, ha biz hayo qilamiz Allohdan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayo emas, chinakam haqiqiy hayo qanaqa bo'lishini tushuntirdilar. Birodarlar, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Qarangda, hayotda qarasangiz ham siz bilan bizni qabih ishlarni, xunuk ishlarni, ayb ishlarni qilishdan nima to'sadi odamlarning oldida? Hayo. Qo'y bolam, uyat bo'ladi deydi. Ya'ni bu ishni qilsang hayoga to'g'ri kelmaydi, uyat bo'ladi, ayb bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz aytibdilar, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Endi bizni odamlar hayo deganda tushunadigan narsasi hayoning eng past ko'rinishi. Ya'ni hozir aytyapmiz, odamlardan uyaladi. Demak, odamlar ko'rib qolsa, bilib qolsa, uyat bo'ladi deydi-da, to'xtaydi. Endi agar odamlar ko'rmaydigan, bilmaydigan o'rin bo'lsa, qilaveradi bu ishini. Demak, chinakam hayo emas-da bu. Yana qaytarib aytaman. Juda ko'p qabih, xunuk ishlarni qilishdan bizni odamlardan bo'lgan hayoyimiz to'sadi. Lekin bu hayoning eng past ko'rinishi. Qaytarib aytamiz, agar odamlar ko'rmaydigan bo'lsa, o'sha ishni nima qilamiz? Qilaveramiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Haqiqiy hayo qanaqa bo'ladi dedilar.